Alo? Adasi o'g'il ekan, doktor aytdi. Anaqa doktor adashibdi, qiz ekan. Mayli, muhimi sog'lom tug'ilsa bo'ldi-yu. Ertalabdan o'ziga borib keldim. O'g'il ekan, adashgan ekanlar. Qanaqa doktor? Bir kun o'g'il chiqaradi, bir kun qiz chiqaradi. Erta yangi jins chiqarmaydi buni. Yo'q, rostdan o'g'il ekan. Bo'pti, men ishga ketdim. Onasi? Adasi tabriklang, egizayotgan. Zo'ru. Bolalar, bugun yeb ichishmanmi? Olinglar, men davrimda bir endi grif qilsam qilmay. Alo? Adasi biz adashimiz bola u yoqdan bu yoqqa sakraganiga ikkita deb o'ylamizda-ya. Bitta ekan o'zi. Hamma o'z-o'ziga, davay. Olinglar. Bugun ham muzeyiga bordim, bolamiz sizga o'xshab qop-qora ekan. Adasi, adashimiz bolamiz oppoq ekan. Alo? Adasi bolamiz yurak yurmay qoldi. Hozir yetib boraman. Nima bu? Yurak yurayotgan ekan, men o'chib qolgan ekan apparatlari. Men qara, bu meni ochchilikni yig'ishtirdi, boshqa doktor top, tushundingmi? Rostdan ham Shahnoz opaga borsammikan, oyim ham buvim ham o'sha yerga boradilar. Nima yo'q sizga keldim? Rostdan ham. Olib bor meni. Tur, ketdik. Shahnoza Hakimova ham ginekolog, ham o'zingizlar. Xush kelibsizlar. 12 yildan beri bolalarni umuman xato ko'rmaganlar, juda ham to'g'ri skrining qiladilar. Onani qornidagi bolani boshidan oyog'ini uchigacha, ichki organlarigacha tekshirib bera oladilar. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ayollardagi hamma ginekologik muammolarni davolaydilar. Hattoki eroziyani ham kuydirmasdan davolab bera oladilar. Dopplerda homilaga ozuqa yaxshi yetib boryaptimi, yo'qmi, bittada ham tekshirib, ham konsultatsiya ham qilib beradilar. Ginekologdan o'ziga yugurib yurmayman. Zo'ru. Undan tashqari tug'ruqdan keyin ayollarimizga har xil turdagi spirallarni mosini tanlab beraman. Bir 3 kunlarda bitirib beramiz hozir 1 minut. Alo? Ko'nglim sezyapti, ikkita tomondan tepishyapti, egizlik aniq. Bo'pti, sen o'ziga borib tekshirtirib tur, men hozir orqangga yetib olaman. Ko'rishguncha. Nima bo'ldi? Yo'q, rostdan bitta ekan, prosta shpagat ochib ikkita tarafdan tepayotgan ekan-da, shunga ikkita deb o'ylanman.